Ko'pchilik so'rayapti. Maktabingiz qaysi universitetga tayyorlaydi? O'zi maktabni zo'r bitirgan bola universitetga aniq kira oladigan bo'lishi kerakmi? O'zi umuman maktabning maqsadi universitetga tayyorlab berishmi? Keling shuni tahlil qilib ko'ramiz. 2016-yil, 2017-yillar atrofida ko'rgan bo'lsangiz, atrofda universitetni bitirgan diplomli mutaxassislar, o'zi umuman diplom olgan insonlar juda kam bo'lgan. Natijada diplomli universitetni bitirgan odamlar ishga kirishi juda ham oson bo'lardi. Lekin 2017-yildan keyin universitetlarga berilgan ruxsatlar bemalol bo'lib qolgandan keyin o'sha paytda taxminan 72 tami universitetimiz bo'lgan. Va hozirga kelib 227 ta universitet bor. Bu degani shu vaqt oralig'ida 150 dan ortiq universitetlar tashkil etildi. O'zbekistonda, ya'ni universitetga kirish qiyin bo'lmay qoldi. O'zi universitetga kirish butun dunyoda oson bo'lgan. O'zbekistonda yaqin 5 yil ichida bu yanada osonlashib ketdi. Bilamiz, biror narsa qanchalik ko'paysa, uni qadri shunchalik tushadi. Buni otini inflyatsiya deymiz. Endi biz diplom inflyatsiyasiga uchrayapmiz. Endi maktab universitetga tayyorlab berishi yetarli bo'lmay qoldi. Maktab endi hayotga tayyorlab berishi kerak. Chunki universitetning o'zi ham endi bolani muvaffaqiyatli bo'lish uchun yetarli bo'lmay qoldi. O'shaning uchun ham maktab endi bolani diplomga, imtihonga emas, balki o'zini o'rtoqlari bilan maqsad qo'yib, maqsadga erisha oladigan, muammolarni hal qila oladigan, o'zini xohishlarini tushuna oladigan, o'zi yo'nalishida keta oladigan, qaysi yo'nalishda zo'rligini tushuna oladigan bo'lib yetishishini ta'minlash kerak. Bizning maktab ham aynan shu narsalarni qilishni o'z maqsad qilib, o'ziga maqsad qilib olgan. Ya'ni bola maqsad qo'ya olsin, unga yetish usullarini o'zi bilsin, o'zini kuchli taraflari qaysi ekanligini bilsin, tarbiyali bo'lsin, istalgan universitetni o'zi tanlab, o'zi kira oladigan bo'lsin. Universitetni bitirgandan keyin ish qidirib yurmasin, balki bitirishi bilan ishga joylashib ketsin yoki hali bitirmasdan ishga kirib ketsin yoki ish beruvchi bo'lsin.